Ha, kelin poshsha, qayerga ketyapsiz? Oyijon, oyimni ko'rgan uyga ketayotgandim. Siz mendan so'radingizmi onangizga ketishingizni? Oyijon, o'g'lingizdan so'ragandim, ruxsat bergandilar. Bu uyda men xo'jayinman. Mendan so'rashingiz kerak, qayerga chiqsangiz. Tushundingizmi? Hech qayerga bormaysiz. Boring uyga kirib ishingizni qiling. Kelin poshsha, Rabbiya oyijon. uyda ishlarini nima men qilamanmi? Ana yerlarda supurib, ko'chani musorlarni olib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Oyijon, ozgina shamollagandim. Mayli, ozgina dam olsam, keyin qilib qo'yaman ishlarni. Uyingizdagilar rosa sizni erkalatishib yoribdi-da, ha? Qachon qaramay kasalsiz? Men bilmayman. Tozalab qo'ying hamma joyni. Oyijon, Hop, politsiyadan telefon qilishyapti. kim ekan? Politsiyadan. Allo, eshitaman. Ha, men opasi bo'laman. Nima? Qachon? Qaysi bo'lsada? Hozir yetib boraman, hozir. Opa, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Alaykum Men chaqirdingiz, men ishdan qoldirib. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Kelib qoldinglarmi? Tinchlik. Opa, tezroq gapira qoling. Bizning vaqtimiz yo'q. Tinchlikmidi o'zi? Tinchlik sizlarni chaqirganimdan maqsad kichkina singlimizni ahvoli og'ir. Masala jiddiy. O'rtadan pul yig'aylik. Davolatmasak bo'lmaydi. Kim qancha bera oladi? Baxtinur, Nuriddin siz hammamiz o'rtaga tashlaylik-da, doktorga ko'rsataylik. Qancha kerak ekan o'zi? Pulingiz ko'paygan bo'lsa, jim turing. Yaqinda qizingizni to'yi. Opa, bilasiz, yaqinda mashina oldim kreditga. Uyimdan kredit. Ancha-muncha pul to'lashim kerak. Hozir men sharoitim yo'q, qattan olaman. Opajon, biz ham yangi ro'zg'orimiz yaqinda ko'chib chiqdik uchastkaga. Bir yoqda qizimni o'rlashtirib qo'yganman. Bizga ham oson tutmay, opajon. Ha, mayli. Sharoitingizga qaranglar, o'zim biramanlarman. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Oyijon, yaxshimisiz? Opajon, yaxshi ekanlarmi? Yaxshi, operatsiyasiga ozgina pul yetmayapti. Shuni topishga harakat qilyapman. Oyijon, pul yetmayotgan bo'lsa, men bu mashinani soting. Oling. Yetmaganiga mana men bir tillalarimni ham beraman. Qizim, sizni o'tirsa upoq, tursa so'poq qilib kun bermasam, qaysi qilgan ishlarimga menga bunday yaxshilik qilyapsiz? Oyijon, nega xafa bo'laman? Kerak bo'lsa urishasiz, so'qasiz, o'zimni onamdek ko'raman siz. Oyijon, mol-mulk topiladi, jigar topilmaydi. Eng asosiysi baxtimizga opajon soppa-sop bo'lsalar bo'ldi. Sizning baxtingizga soppa-sop bo'lsalar bo'ldi. Rahmat. Sani gapingga kirib, o'z jigarimdan pulni qizg'andim. Ahmoq xotin, to'g'ri yegaligingdan. Nima, ana hal bo'ldi-ku.